Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram aziz mehmonlar, uzoq yaqindan bu sohibi ihson Mo'minjon akam, Yo'ldoshar akam, Mo'minjon akam, qudalar chiroyli bir dasturxon yozib, hammamizni xursand qilib, oshinon qilib, sherik qilib turibdilar. Alloh taolo qabul qilsin. Ehsonni sababidan go'daklarda umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. O'sha taraf sal tinchlantirib olasizlar, ha, Zoirjon aka. Endi azizlar, Yo'ldoshar akam, Mo'minjon akamlar iltimos qilishyaptiki, bir ikki og'iz bo'lsa ham bir narsa gapirilsa-da, keyin tilovat Qur'on bo'lib duo bo'lsa deyishyapti. Shuning uchun vaqtlaringni ko'p olmaymiz. Allohdan so'rayapmizki, shu falonchini to'yida shu gap bo'ladi deb eslaringda qoladigan gapni Alloh taolo o'zi qalbimizga solsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda Atiyulloha va atiyur rasul deydi. Va ulil amri minkum deb qo'yadi orqasidan. Oyat Qur'ondan shu. Nima degani desa, Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar va rahbarlarga itoat qilinglar degani shu. Demak, Allohga yu payg'ambarga yu rahbarga itoat qilishlikka Alloh taolo Qur'onda buyurgan bo'lsa, itoat o'zi nima o'zi degan savol keladi. Itoat nima o'zi? Itoat bo'ysunish, muhokama qilmasdan bo'ysunish va o'shani muhabbat bilan bajarishni otini itoat deydi ekan. Alloh namozni farz qilgan ekan. Nimaga? Endi shu 2 vaqt o'qimagan ekan, 5 vaqt o'qigan ekan deb muhokama qilsa itoati yo'q uni. Itoat nimasi? Robbim qulluq 5 vaqt farz qilsan, o'qiyman Robbim, qulluq senga. Xursand bo'ldim, yo Robbim, mana uni otini itoat deydi. 30 kunda roza dedimi? Shu roza juda 30 kun cho'zilib ketyapti-da, 10 kun bo'lganda tutar edim. Yo oyda oxirida 3 kun, boshida 3 kun, o'rtasida 3 kun bo'lganda tutar edim deb muhokamaga o'tsa itoat yo'q unda. Xuddi shunday payg'ambar alayhisalom bunda degan ekanlar, bunda desalar bo'lmasmidi? Desa ham itoat yo'q unda. Rasululloh shunday degan ekanlar, bo'ldi, bo'ysundik qilaveramiz desa. Yaxshi. Endi rahbarlarga ham itoat shuki, nega bunda deydi, bunda qilsa bo'lmaymikan, bunda qilsa bo'lmaymikan desa itoati yo'q uni. Rahbar bitta bo'ladi. Rahbar bitta bo'ladi hamma joyda. Ikkita rahbar bor joyda rivojlanish bo'lmaydi. Buni gapini qilaylikmi? Buni gapini qilaylikmi? Qaysi biri xo'jayin o'zi bu yerda tushunmay ham qoldim deydimi ishchilar ham? Hamma aytadi. Shuning uchun bitta joyda u korxona bo'lsin, u dehqonchilik bo'lsin, u xonadonda bo'lsin, bitta odam rahbar bo'ladi, o'shani gapi gap, uni gapini muhokama qilinmaydi. Maslahat qilish mumkin. Lekin muhokama qilib turib, bunday qildi, noto'g'ri qildi deyishga haqqimiz yo'q ekan. Shariatimizni qarang, kecha Xuftonda aytib bergandim, shuni 1-2 kun bo'ldi. Shariatimizda shu darajada ekanki, bordi-yu safarga 2 kishi chiqsa ham bittasini rahbar qilib saylab olsin debdi. 2 kishi chiqsa ham, 10 kishi chiqsa-ku, batariqa avlo albatta bo'ysunish kerak. Endi bordi 2 kishi bo'lsa, ikkovining o'rtasida ham ixtilof chiqadi. Bu safar safarga xo'jayin amir siz deb qo'yish kerak bir kishiga. Men sizga bo'ysunaman deyish kerak. Uni gapini keyin muhokama qilmasdan bo'ysunib borib kelinadi. Bu safar deganda 100 kilometrdan oshiqroq yo'lga yurayotgan masofani otini safar deydi hozir. O'shanda namoz musofir bo'ladi, roza pavut bo'ladi, ko'tariladi. Roza tutmasa gunohkor bo'lmaydi odam o'shanda. 120 kilometrdan o'tgandan keyin musofir. Shuni niyat qilib chiqsa bo'ldi, uydan chiqqandan musofir. Shunga amir kerak. Safarga boshliq kerak, bitta odamga bo'ysunish kerak.
Agar u safar ibodat safari bo'ladigan bo'lsa, undan ham ko'proq kerak itoat. Chunki ibodat mukammal bo'lishligi uchun ham. Masalan, umralarga borilinyapti, hajga borilinyapti, 50 bosh qo'yyapti. Oldin umraga borib kelganlar, oldin hajga borib kelganlar, keyin boshqalarga o'zini ko'rsatkisi kelib qolib, men bunday qiladi, mana bunday qiladi, 50 bosh aytaveradi, men bilaman yurgin deyapti. Shunaqa o'zing bilasan ekan, 50 boshdan orqasidan ergashib nima qilasan? O'zing ketaversin. O'zing bilasan ekan sen. Nima qilasan 50 boshni bitta boshqalarning oldidan taxtidan buzib, rasvo qilib, ketaver o'zing, biletingni oldi uchib ketaver. Men o'zim bilaman degan. Shu sen bilmaganingdan, kallaving pandavaqiligidan, ibodatni yaxshi bilmaganingdan tepangga rahbar qo'yyapti. Arab tilini biladi, farzi, vojibi, sunnati, mustahabi, makruhini ajratib beradi. Mana unga bo'ysun, deyapti. Bu ishga borib bitta narsani sal gohliroq shu bajarib qo'yib, shu hammaning ichida o'zini haligi juda bir taqvodor zo'r qilib ko'rsatmoqchi bo'lib turgan. Bu shu itoatmi endi bu? Bu itoat emas. Bu odamning ibodati qabul ham bo'lmaydi. 50 yoshi bilan urush etganlarni ko'rdim, do'q-po'pisa qilganlarni ko'rdik. 50 ta, 100 ta odam chiqib o'tiribmiz, kutib, haramga kirib ketamiz deb. Bir kishini kutib farz ibodatni qilishimiz kerak, tavof ifozani deb. Kelyapsizmi deb iltimos qilib e'lanib ham olib kelolmadik. 97 ta odam qarab turdi bir kishiga. Kelgandan keyin aka undaqa emas-da desak, ketavermaysiz, qarab turdingiz menga deyapti. O'shani hajmi aytinglarchi? O'shani haj emas, ayniqsa. Kim nima desa do'rsin. Umringiz uzoq bo'lsin aka dedim. Qarasam bo'lmaydi aka, bizdan ayb o'tdi. Bizni kechiring, bizni xatomizni unutib qo'ying, iltimos jon akajon. Allohning baytida turibmiz. Men xato qildim, jon aka deb e'landim. Shunaqa odamlarni ko'rdim men. Men xato qildim, uni xato qilganini hamma bilib turibdi. Men xato qildim, jon akajon, meni kechiring, iltimos sizdan. Shu Xudoning baytida turibmiz dedim. Muhtaram azizlar, bu narsani aytishimizga sabab hajga, umraga borish u masala mayli. Shetdagi safar bo'lsin, shetda ishimiz bo'lsin, qishlog'imiz bo'lsin, bitta odam rahbar bo'lsa, o'shanga bo'ysunishimiz kerak. Bitta odamga bo'ysunmayotgan bo'lsak, o'sha qishloqda ham parokandalik bo'ladi, hamma o'zini bilgan ishini qiladi. Rahbarga bo'ysunishlik, rahbarni yaxshi ko'rishlik bizni tepaga olib chiqadi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarixlarini ko'rsak, Hudaybiya voqeasi bo'lgan. Hudaybiya sulhi deydi. Sulh degani kelishuv degani. Payg'ambar alayhisalom Makkaga Madinadan kelganlar. Haj qilaman deb Makka kofirlarning qo'lida turgan bo'lgan. Mushriklarning qo'lida turibdi. Kelib haj qilaman dedilar. Ba'zi rivoyatlarda 310 kishi, 320 kishi edi deydilar. Ba'zilarda 300 kishi edi deydi. 300 kishi kelib turib Aqobada to'xtadilar. Makkaning tashqarisida odam jo'natdilar Makkaning ichiga. Aytinglar, biz umra qilgani keldik, haj emas, umra qilgani keldik. Ka'bani tavof qilib qaytib chiqib ketamiz biz, ruxsat bersin dedilar. Payg'ambar alayhisalom odam kirgizdilar. Ular ham maslahat qilaylik dedi. Elchi qaytarib jo'natdi. Aytdiki, elchisiga Payg'ambar alayhisolatu vasallamga gapini gapiradi, yana qaytib ketadi. Yana boshliqlardan gapini olib keladi, Rasulullohga aytib ketadi. Keyin ular ichida turib aytdiki, bittasi aytdiki, shularda dedi, chiqib dedi 1300 ta ekan adashibman, 1300 ta. Chiqib dedi, hozir Muhammad oldimizga keldi. Orqasidan quvib ham ushlolmadik, o'ldirolmadik. Madinadan oyog'i bilan Ka'bani oldiga kelib turibdi. 10,000 ta askari bor ekan Makkani. 1300 ta odam shart chiqib o'ldirib tashab qo'ya qolik dedi. Qutulamiz dedi. İçida bitta rosa zo'r haligi podshohlarning oldiga jo'natayotgan nimasi bor ekan, haligi elchisi. To'xtanglar, men bir razvedka qilib kelay dedi. Borib payg'ambarni ko'rib kelaychi dedi. Kelib ko'rdi, payg'ambarimiz bilan gaplashyapti-yu, ikki ko'zi sahobalarda bo'ldi. Bular nima ish qilyapti? Tekshirib o'tirdi. Qaytib Makkaga keldi. Aytdiki, Muhammadni chiqib o'ldiramiz deb undan o'tirmanglar dedi. Nimaga dedi? Uni og'zidan chiqqan gapni sahobalari
ilib olyapti. Olmosni ilgandaqa, tilloni ushlagandaqa ushlab yugurib amal qilyapti. Mabodo agar taom yesa, tabarruk deb taomini qolganini yalab qo'yapti. Qo'lidan suv tomsa tahorat qilganda suvini olib ko'ziga surtyapti, Rasulullohning tabarruk deb. Haqiqatan ham payg'ambar bo'lsa kerak, podshohlarga ham shunaqangi patxalimlik bo'ladi-yu. Bu podshohga o'xshamayapti. Podshohga bo'lgan shunaqangi nima emas bu. Haqiqatan payg'ambar bo'lsa kerak. Men ham ishonib qo'ydim. O'shanaqangi muhabbat qilib turibdi. O'sha 1300 ta odamni yaxshilab bitta qoming o'ldirib olsalaring, oxiri Muhammadni o'ldirasizlar. Bitta qolsa ham Muhammad sizlarga berib qo'ymaydi, ovora bo'lmanglar dedi. Haligi 10 mingta askarni qalbiga g'ulg'ula tushib qoldi. 1300 ta odamga qarshi chiqqani qo'rqib qoldi. Nimadan? U aytdiki, rahbariga itoatini gapirdi-da, payg'ambar alayhisolatu vassalomga sahobalarning itoatini gapirdi. Sahobalarda bo'lgan muhabbati, Rasulullohni yaxshi ko'rishligi, rahbarga bo'yin sunib turishligi 10 mingta mushrikning qalbiga qo'rquv solib qo'ydi. Buni qo'ying. Xo'jaligingizda gapingiz, o'g'lingizga, qizingizga bitta gap gapirganingizda dadamni gaplari deb yugurib qilib ketayotgan bo'lsa, qo'shningiz ham sizni yaxshi hurmat qiladi. Deydi, palonchining o'g'li, qizi yaxshi odamlar deydi. Bir og'iz gap gapirsa ilib ketib qiladi. Buni uyida ham, xotini ham hammasi hurmat qiladi deb, ko'chada ham hurmat qiladi sizni. O'g'lingiz bir so'mga olmay, qizingiz bir so'mga olmay, sizni xotiningiz ketganingizni qilmay, teskari qilib tursinchi, mahallangiz ham sizni, qo'shningiz ham hurmat qilmaydi. Qo'yaver, buni xotini ham bir so'mga olmaydi-yu, deydi-da. Shuning uchun muhtaram azizlar, bugun bilaylik, rahbar garchi xato qilib turgan bo'lsa ham rahbarga bo'ysunishlik farz. Bu farzlarda ichida turibdi. Chunki Qur'onda qat'iy dalil bilan keldi. Atiyulloh va atiyur rasul dedi. Rasulga itoat qilinglar dedi Xudo. Payg'ambarga itoat qilinglar, Allohga itoat qilinglar va ulil amri minkum, o'zlaringdan chiqqan rahbarlarga ham endi itoat qilinglar dedi-da. Mana rahbarga itoat qilishni fazilatini tarixdan ko'ryapmiz. Kamonchilar Uhudda nima bo'ldi? Qimillamay turinglar dedilar, Rasulullohga itoat qilmadi. Uhudda musulmonlar mag'lub bo'ldi-yu. 70 dan oshiq sahobiyni, qori sahobiylarni o'ldirib yubordi o'sha yerda, shahid bo'lib ketdi o'shalar. Nimadan? Rasululloh qimillamay turinglar degan joydan qimillab qo'yganligi uchun bo'ldi. Rahbarga itoatsizlik bo'ldi chetda deydilar. Islom tarixini boshidan ko'rsangiz, o'sha sahobalarda ham xatolik bo'lgan ekan. Bo'ldi, yutqizdirdi endi bu kofirlar deb turib, o'lja yig'ishga kirishib ketib qoldi-da, arqani qo'riqchisiz qoldirdi. Ana mushriklar kelib turib musulmonlarning ustidan g'olib bo'lib ketib qoldi. Bu narsalarda aytishimizga sabab azizlar, Alloh taolo Rasulga itoat qilinglar deb alohida oyatda, o'zimga itoat qilinglar deb alohida oyatda, rahbarga itoat qilinglar deb alohida oyatda aytgan yo'q. Uchalasini bitta oyatda aytayapti. Itoat qilishlikni Allohga itoat qilasizlar, Rasulga itoat qilasizlar, rahbarlaringga itoat qilasizlar deb bitta oyatda arqa-marqa gapirib o'tyapti. Qarang. Demak, bundan chiqdiki, itoat dunyoda juda ham muhim ekan azizlar. Ba'zi bir xil odamlar borda, shunday rahbar bitta narsani aytib tursa, yonidagi palon bunday deyapti deb sekin fitna qo'zib turadi. O'ziga shu rahbarlikni lavozimni yuklab turib, sen qilgin desa, 10 dan birini ham qila olmaydi o'shani qilgan ishini. Hech bo'lmasa o'shalarni qilgan ishini ma'qullamasa ham sukut saqlab itoatida joyida turib tursin, gunohkor bo'lib qolmasin deymiz. Bu narsani yaxshi bilaylikki, qishlog'imizda ilgari Alloh rahmat qilsin, Ne'matxon bobom bo'lganlar, Nachaylik bobo bo'lgan, ana undan keyin Nasvali hoji bobolar bo'ldi. Mana o odamlar bitta gapni aytgandan keyin yurgizdira bildi. Xalq hammasi bo'ysundi. Odamlar o'shanga labbay dedi, hurmat qildik. Qanaqa bo'ldi qishlog'imiz mana? O'zingiz o'ylang. Boshqa qishloqlarda yo'q fazilat bizda Andarxonda bor hozir. Yo noto'g'rimi gapim? Hech joyda yo'q fazilat rayon bo'yicha ham bizda Andarxonimizda bor. Masjidning borligi bitta bo'lsa, yo'llarimizni yaxshi bo'lishligi, rivojlanishi hamma qishloqdan ko'ra ham muhtaram azizlar, nimadan mana shu? O'sha bir xalq bo'lib turib otalarimizga, o'sha onalarimizga, rahbarlarimizga itoat qilib yurganligimizni boyisi sababi shu. Agar hamma o'zi bilaveradigan bo'lganda edi, bunaqa holat bo'lmas edi. Parakandalik bo'lar edi. Shuning uchun muhtaram azizlar, shu itoatimizdan Alloh ayirmasin. Alloh taolo muhabbat paydo qilsin.
o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sahobiylar qanaqangi itoat qilgan bo'lsa, o'zimizni oila a'zolarimiz, rahbarlarimiz, ota-onalarimizga, ulug'larimizga, ustozlarimizga itoat qilib yashashlikni Alloh taolo bizga davomli qilib bergan bo'lsin. Azizlar, mana shu farzandlar ham kelajakda itoatli, o'zini suyukli bandalaridan bo'lib olishlikka Alloh taolo hammamizni nasibi muvaffaq qilsin, bu farzandlarga ham nasib qilsin. Endi iltimos qilsak, qora akalarimiz bir Qur'on o'qib bersa duo qilamiz mana.